Assalamu alaykum küçük dostlar, sevimli sağdaşlar. Keşkinler hayırlı olsun. Mening ismim bolsa Gözira Turg'un bo'laman. Men 10 başlangıç mektep 4-yillik 7 sınıfda o'qiyman. Sizlarning cho'qim cho'chak anglag'inglar kelyotidi deyman. Amsa men sizlarni saqlatmay, sizlarga bugun o'qib bermoqchi cho'chkim bo'lsa, İtalya cho'chki Tiyin bilan toshbaqa. Amsa mening cho'chkimga birlikda quloq solinglar. İtalya cho'chki Tiyin bilan toshbaqa. Buningdan nurg'un yillar ilgari intayin cho'nqur bir daryo bo'lgan ekan. Bu daryoning ustida bir ko'rik bor ekan. Bir dehqonchilik maydondagilar har kuni bir minbos qoldirib, shu ko'rikdan o'tib shaharga boradi ekan. Shu tariqada ko'p yillar o'tibdi. Ko'rikmi bargan siri ko'nrab ketibdi. Bir kechasi ko'rik tuyuqsiz ko'mirlab, yog'och toshlari daryoda yiqib ketibdi. Әтісі bu xabarni olgan Paqa bilan Bursuq mashinasini haydab kelib, ko'pchilik qarab tovlabdi. Shaharga kirdinglar, bizning mashinamizga o'tiringlar. Bahosi arzon, bir o'rin 1 tanga. Ko'rik buzilib ketgan tursa, sizlar mashinanglarni daryodan qanday o'tkazsizlar? deb so'rabdi Toshqanxon qiz. Daryoning tuvan yaqinida bir kichik ko'rik bor. Avtobus, minibus deganlari bu ko'rikdan o'tolmaydi. Bizning mashinamiz kichik bo'lgandan keyin uningdan bemalol o'talaydi. debdi Bursuq. Hayvonlar ularning gapiga ishonmasligini bilolmay bir-biriga qarshi turib qopdi. Gapimizning ozroqmi yolg'on yo'q, debdi Bursuq. Biz ko'pchilikning shaharga kirishga oldirayotganligini bilgachga, hojitinglardan chiqaylik deblar shunday qilyapmiz. Qani, mashinamizga tez chiqinglar. Ko'pchilik mashinaga chiqibdi. Faqat Tiyin hadal mashinaga chiqmabdi. Chunki uning puli yo'q ekan. Dal shu chaqda bir toshbaqa o'mligincha kelib qopdi. U tit bo'lib turgan Tiyin hadiga: Agar siz menga bir tol sabzi bersangiz, men sizni daryodan o'tkazib shaharga akirgan bo'lardim, debdi toshbaqa. Tiyin hada beshini chayqab: Sendek ostimongdigan tursang, ikkimizning shaharga kirishga bir hafta vaqt ketmamdi, debdi Tiyin hada. Undoq bo'lmaydi, debdi toshbaqa xotirjam holda kulib. Biz soy yo'li bilan mangsak, ulardan burun shaharga kirib bo'lamiz. Bo'pti, amsa deganingdek bo'lsin, debdi Tiyin hada. Shunda qilib Tiyin hada toshbaqaning ustida chiqib o'ltiribdi. Toshbaqa paloq puluq qilib, ig'anglab mengishga boshlabdi. Uning ustida o'ltirib qattiq chayqagan Tiyin hada qo'rqindan: Voy! To'xta bo'ldi. Men tushib olay. O'stangdan domlab tushib deb baqirib ketibdi. Ozroqchidan daryoga tushib olsaqlar, hamish o'ngishib ketadi. debdi toshbaqa mengishini davomlashtirib. Rost degandek toshbaqa daryoga tushgan hamon siliq o'zgilib boshlabdi. Toshbaqaning aytgandek ular birdamda shaharga kiryapti. Ular bozorga beribdi va eng arzon bahoda eng yaxshi mo'g'ullarni sotyapti. Paqaning mashinasiga o'tirganlar tush bo'lay deganda bozorga yetib keldi va Tiyin hadini ko'rib hayron bo'lgani bilan og'izni ochib turib qilishibdi. Siz qandoq bo'lib bizdan boldirib kelib oldingiz? deb so'rabdi Toshqancha qiz. Tiyin hada kulguncha ko'pchilik bilan chaqchaqlashibdi. Akam menga o'zining mashinasi va shopirni avatibdi danglar, shu mashina akilib qo'ydi. Bo'ldi, xayr xo'sh, men hozir uyga qaytmasam bo'lmaydi. Tiyin hada ko'pchilikning qishidan ketib qopdi. Toshbaqa uni bir chetda saqlab turgan ekan. Tiyin hadining do'stlari hayron bo'lgan holda bir og'izmi gap qila olmay turib qolishibdi. Ular Tiyin hadining chiroyining buncha parlab ketishi, kichikina bir bosh sabzini toshbaqaga berganligining
karomatidan ekanligini zotli xayoliga keltirmabdi. Kichik do'stlar, mening cho'chkim mishat oyoqlasin. Kechkinlar xayrli bo'lsin. Xayri xush.